Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshalar to'playotgan navbatdagi lavha. Qor bilan qoplangan tog' bag'rida osmonga yiltuvchidek ko'ringan ulkan eskalator. Uni ko'rgan har bir insonda bir savol tug'iladi. Bu qanday qilib barpo etilgan? Go'yo inson qo'li bilan tabiat qonunlarini yengib o'tgandek. Gap Xitoyning Syanzi viloyatidagi Linshan manzarali hududida joylashgan mashhur osmon darvozasi eskalator haqida bormoqda. Linshan Syanzi viloyatida joylashgan mashhur sayyohlik maskani. Manbalarga ko'ra, bu hudud dunyodagi 33-barokatli makon sifatida qayd etilgan. Avvallari Linshan cho'qqisiga chiqish uchun sayyohlar yuzlab zinapoyalarni piyoda bosib o'tishiga majbur edi. Bu esa yoshi katta yoki imkoniyati cheklangan insonlar uchun katta qiyinchilik tug'dirardi. Shu bois mahalliy hokimiyat va muhandislar tabiatga zarar yetkazmagan holda xavfsiz va qulay yechim sifatida tog' eskalatorni barpo etishga qaror qildi. Eskalatorning aniq texnik ko'rsatkichlari umumiy uzunligi taxminan 280-300 metr, vertikal ko'tarilish balandligi 120-150 metr. Bu ko'rsatkichlar uni Xitoydagi tog'li hududlarda qurilgan eng uzun va murakkab eskalator tizimlaridan biriga aylantiradi.